Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Do'stlar, mana ko'rib turganlaring 5 yoshli Ivalistniy mandarin daraxtimiz hozirgi paytda gullari rosa ochilgan holatda. Hozir bu daraxtimizni hamma tomondan ko'rsatamiz. O'zlaring ko'rib hosildorligiga bir baho berasizlar. Mana ko'rishlaring mumkin. Gullari qiyg'os ochilgan payti mana. Bu mandarin sortimiz juda ham serhosil. Sovuqqa, kasalliklarga chidamli, mazasi ham shirin, mevani ham sifati juda chiroyli holatda bo'ladi. O'zimizning O'zbekiston iqlimiga to'liq moslashgan, mahalliylashtirganmiz buni, ko'chatlari, daraxtlarini. Shuni hozirlarga chiroyli qilib hamma holatlarini ko'rsatib beramiz mana. Ko'ryapsizlar? Juda ham serhosil sort hisoblanadi. Bu sortimiz yoshi kattalashgan sari yildan yilga hosildorlik darajasi ortib boraveradi. Asosan buni ko'chatlari 2 yosh, 3 yosh, ya'ni 2 yillik, 3 yillik oralig'ida o'zi gullab hosil berishni boshlaydi. Ko'ryapsizlar? Har bitta shoxlarida mana hosillari bor. Mevasini kalibri ham o'rtacha holatda bo'ladi. O'ta mayda ham emas, o'ta yirik ham emas, o'rtacha holatda. Mevasini uzoq saqlasa bo'ladi. To'g'ri saqlansa 2,5 oy, 3 oygacha buni mevasini bandidan uzilgan holatda saqlasa bo'ladi. Ko'ryapsizlar, mana teppa qismlari, ichki qismlari mana ko'rishlaring mumkin. Pastki qismlari, hamma qismlarida mana hosillari bor. Sodda qilib aytganda, birorta ham bir bo'sh shox qolmagan, bo'sh bekorchi shox qolmagan, har bitta shoxlar mana gullab hosilga harakatni boshlagan. Bu mandarinimiz 2 yoshdan hosil berishni boshlagan, bu 3-yil hosil berishi. To'g'ri parvarishlansa, to'g'ri agrotexnika qo'llansa, yildan yilga buni hosildorligi ortib boraveradi do'stlar. Biz asosan mana shu sortimizni ko'chatlaridan ko'paytiramiz. Bundan tashqari bizda mandarinlarimizni juda ko'p sortlaridan bor. Hammasi o'ziga yarasha yaxshi, sifatli sortlar hisoblanadi. Bularni mevalari pishgan paytida kelib, ko'rib, mevalaridan yeb ko'rib, o'zlaringga ma'qul kelgan sortdan tanlab zakaz berishlaring mumkin. Xudo xolasa biz tayyormiz aytgan sortlaringdan ko'paytirib berishga. Ulgurji oladigan xaridorlarimizga ob'yomga ham chiqarib beramiz ko'p miqdorda, faqat uni kelishamiz. Shoxlar, payvandliklar yetarli. Kelishilgan holatda buni ko'p miqdorda ko'chatlaridan alohida chiqarib berishimiz mumkin. Mana ko'ryapsizlar. E'tibor bergan bo'lsalaring, kamerani obyektivini qaysi tomonga qaratsam faqat gulga tushyapti. Bo'sh joy yo'q. Bu ham bir Xudoning bergan ne'matida endi. Sizlarga hozir bu videoni olishdan maqsad bir maqtanish bas. Shunchaki shu sortimizni hosildorligini bir hozirgi paytdagi holatini ko'rsatib berish xolos, do'stlar mana. Juda ham mazasi shirin. Sovuqqa chidaydi. Aynan mana shu teplisamizda do'stlar, mandarinimizni, mana Navel Washington apelsinimiz, kumquat, boshqa sitruslarimizni -12 gradusdan ham past haroratda sinab ko'rganmiz. Anomal sovuqda harorat shunaqa tushib ketgan. Lekin bunaqa haroratni tavsiya qilmaymiz. Sovuq urgan, tanalari yorilib ketgan, lekin ko'chat sog' qolgan mana. Rivojlanishda davom etyapti. Lekin 2 yil, 3 yilga bular stressga tushgan. Shuning uchun agarda shunaqa sifatli gullatib, sifatli hosillarni olib, uzoq yil sitrus ko'chatlarini xizmat qilishini xohlasalaring, bizni o'zimizni tajribadan o'tkazib beradigan tavsiyamiz, iloji boricha teplitsani ichidagi haroratni 0 gradusdan tushirmaslik kerak. Chunki o'zi -1, -2 ga harorat tushganda yosh novdachalari, mevalari sovuq ta'sir qilishni boshlaydi. -5, -6 da o'zi mana shunaqa ishchi shoxlari ham sovuqqa chidashni kamaytiradi. O'zi -8, -10 ga o'tganda tanalari butunlay yorilib ketadi do'stlar. Shuning uchun
eng ideal variant haroratni 0 gradusdan tushirmaslik. Mana ko'ryapsizlar. Bu arqa tomoni. Iloji boricha sizlarga chiroyli qilib olib berishga harakat qilyapmiz do'stlar. Mazasi ham juda ham suvli, shirin. Bizdan buni ko'chatlarini olib ketib, o'sha bog' tashkil qilganlar bor. Buni ona daraxtlari narigi teplitsamizda ularni ham ko'rsatamiz. Bu o'sha ko'chat hisobida, bu hali bir daraxt bo'lgani yo'q. Faqat shu hozir to'g'ri kelib qoldi. Hamma tomonni bir ko'rsatib bergim kelib qoldi sizlarga do'stlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ichki qismlari mana. Ichki qismlari. Tepa qismlari mana. Har bitta shoxlarida mana mevalari bor mana. Endi to'g'ri agrotexnika qo'llash deganda birinchi o'rinda ko'chatni kasalliklar tushishini doim oldini olib turish kerak. Vaqtida ozuqalarni berish kerak. Vaqtida bularga shakl berish ishlarini amalga oshirish kerak va eng asosiysi teplitsalarni ustini vaqtida bekitib, vaqtida ochish kerak. Mana shu eng asosiy jarayonlarga e'tibor berilsa, ko'chatlar uzoq vaqt mana shunaqa holatini saqlab keladi do'stlar mana. Arqa tomondan ham sizlarga mana ko'rsatamiz. Gullari qiyg'os ochilib turibdi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana. Juda ham chiroyli, sifati zo'r. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida Toshkentlikuzar mahalla fuqarolar yig'ini O'rozimergan ko'chasida joylashgan. Mana tagini ham ko'rsatamiz. Mana yorilgan qismlari mana. Ko'ryapsizlar, sekin bityapti. Mana. Mana. Hamma tomondan sizlarga mana ko'rsatib beramiz. Juda ham serhosil sort. Endi necha kilogacha hosil beradi deganlarga bularni voyaga yetkazib olinganda bir 15 yosh, 20 yosh oralig'iga o'tganda 150 kilo, 200 kilo hosil olish mumkin. Bo'yi ham buni baland bo'ladi. Qo'yib bersangiz 5,5-6 metr undan ham baland bu o'sib ketishi mumkin. Diametri ham shu 5,5-6 metrgacha cho'ziladi. Faqat o'shanga yarasha bularga asosan 75-80% ozuqani ildizidan bunga doim berib borish kerak. 15-20% ozuqani baglaridan bersa bo'laveradi do'stlar mana. Zakazga xohlagan sortlaringdan chiqarib beramiz. Bizda asosan mandarin turlari, apelsin turlari, kumquat turlari, kivi turlari va boshqa ekzotik meva turlari bor. Bundan tashqari mana lime, greypfrut, pomelo va shunga o'xshagan sitruslarni ham xudo xolasa ko'chatlarini chiqarib beramiz do'stlar mana. Hamma tomondan mana sizlarga ko'rsatib beryapmiz mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana. Juda ham serhosil sort mana. Hammasi gul. Mana. Mana ko'ryapsizlar. Mana gullarning ko'rinishi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Hammani ishlariga, dehqonchiliklariga baraka. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar va bu videoni mandaringa qiziqqan tanishlarga jo'natib qo'yinglar.